Men Nurdinova Gulya Adaxonovna Abdurashid Parpiyev maktabini o'zbek tili adabiyoti o'qituvchisiman. CNTU proyektidan taklif tushganda biz hayron bo'ldik. Bu qanday proyekt o'zi? Mashg'ulotlar jarayonida biz o'zimizni kasbimizga juda ham kerakli proyektligini tushundik. Men uzoq yil uyda ishlamasdan o'tirganman. Mana shu davr jarayonida men qandaydir ko'pchilikning ichiga kirib nimanidir gapirishga xijolat bo'lardim-da. Shunaqa bo'lib qolganman uyda o'tirgan paytimda. Men buni o'ylardimki, o'quvchi bilan juda ham uzoq distansiya saqlash kerak, chunki biz o'qituvchimiz, u o'quvchi. Bu dolborga qatnashgandan keyin men o'zini fikrini qo'rqmasdan aytish kerakligini o'rgandim. Atrofdagi odamlarning fikrini eshitishni o'rgandim. To'g'rimi, noto'g'rimi, u uni fikri, hurmat qilish kerak. O'sha joyga borganimizda bizga aytdiki, kim dedi farzandi ko'chadan kelganda quchoqlab o'padi dedi. Dedi, hamma jim bo'lib qoldi. O'ylanib qoldim. Men nimaga dedim, bolalarim ko'chadan kelganda men ularni quchoqlamayman, nimaga o'pmayman men? Deb shu kundan boshlab bolalarim ko'chadan kelganda mahkam bag'rimga bosib betidan o'paman. Farzandlarim ham shunga o'rgandi. Bu men o'zimni tanidim. Bu menman. Meni Alloh taolo alohida shaxs sifatida yaratgan. Meni menim bor ichimda. O'zim hurmat qilishim kerak. Boshqalarning fikrini ham hurmat qilishim kerak, lekin meni fikrim o'zim uchun muhimroq. Haqiqatan bu proyekt meni hayotimda juda katta burilishga sabab bo'ldi-da. Juda katta, juda yaxshi taassurot qoldirdi. Psixologik testlar, o'yinlar, mashqlar bajarish jarayonida mana shu kamtik joyimni ham to'liqlab oldim deb o'ylayman. Agar shunaqa proyektlar agar yana bo'lsa, biz jon deb, masalan, men o'zim shaxsan qatnashaman.